Hozirgi mavzuimiz kolonna bilan rigel masalasida bo'ladi. Ya'ni o'tgan safar video qo'yganimdan keyin juda ko'p fikrlar, mulohazalar bo'ldi. Meni o'zimga ham juda ko'p qo'ng'iroqlar bo'ldiki, o'tgan safar esingizda bo'lsa fundament haqida gapirganman. Men yana bir marta sizlarga aytaman, to'g'risini aytaman. Bu narsani takrorlayverib o'zimni og'izlarim ham og'rib ketdi-da, hammaga birma-bir tushuntirib berib. Men videoda olib chiqayotgan mavzularim, narxlarim, imoratda qanaqa qurish, qanaqa uslub, bu hammasi faqat meni o'zimga, men bilan ishlaydigan brigadalarga tegishli. Sizlar ishlatayotgan ustalar yoki boshqa prorablarning ustalariga mutlaqo aloqasi yo'q. Mana shu narsani tushunib olishinglarni xohlagan bo'lardim. Ya'ni men olib chiqayotgan mavzu, men olib chiqayotgan narx faqat meni o'zimga tegishli. Iltimos sizlardan meni ustam mana bunaqa narx beryapti, meni ustam mana bunaqa hisoblayapti degan savollarni menga bermanglar. Sababi bu imoratlarni qurayotganimda men o'zimni ustalarimning narxini, men o'zimni yo'nalishimni olib chiqaman har doim. Takrorlayverish, to'g'risini aytaman, men o'zimni ham uje ozgina bo'lsa ham, qo'pol bo'lsa ham aytaman, asabiylashishga to'g'ri kelib qolyapti-da ba'zi holatlarda. Xo'p, endi men sizlarga to'liqligicha tushuntirib beraman. Mana o'sha oldingi videomizdagi fundamentimiz 3 ta etapda quyilganini ko'ryapsizlar. Mana shu har bitta etapida ichida arma karkasi bo'lishidan qat'iy nazar, apalovga qanaqa yig'ilishdan qat'iy nazar, mana shu meni va meni ustalarimga beriladigan narx 160 ming so'mni tashkil qiladi kubasiga. Endi hozir sizlar bilan kolonnani qanaqa hisoblashni men sizlarga tushuntirib beraman. Ko'pchilik o'ylayapti, mana misol uchun fundamentni quyib keldi, mana bu yoqqacha keldi. Mana oddiy misol, mana aytaman, ikkita burchak kelyapti, mana shu yerda to'qnashyapti. Bu to'liqligicha 100% fundament bo'lgani bilan tepaga yaxshilab qaraydigan bo'lsanglar, arma karkas chiqqan, bu kolonnani arma karkasi hisoblanadi. Ya'ni qanaqa hisoblanadi? Men sizlarga hozir tushuntirib beraman. Video davomida konkretni misollar bilan tushuntirib beraman. Deylik, mana shu prayomimiz 5 metrni hisoblayapti. Endi qaranglar, 5 metr u yoqdan kelyapti-da, 5 metr oxirigacha kelganda bu kolonnani ham o'zini ichiga qabul qilyapti. Endi kolonnani qanaqa hisoblanadi? Kolonna har doim metrga hisoblanadi. O'shaning uchun kolonna 90-95% 40 ga 40 quyilganligi uchun ham mana yaxshilab e'tibor beringlar. Mana shu devorimizda boshidan oxirigacha keladiganimiz 5 metrni tashkil qiladi. Bu har bir kubasiga hisoblanadi. Endi kolonnani bundan chiqarib olish uchun 5 metrdan 40 ga ayiramiz. 4 metr 60 sm qoladi. Ana o'sha 4 metr 60 sm kubasiga pul beriladi. Bu yoqdagi 40 ga 40 bu uje kolonnaniki, mana shu paduchkadan necha metr masofaga chiqib ketadigan bo'lsa, u metrda hisoblanadi uje. Misol uchun, paduchkadan boshlab turib imoratimizni ikkinchi qavatiga, ya'ni kolonnamiz tugagan joygacha 8 metr bo'ladigan bo'lsa, o'sha 8 metrga 40 ga 40 8 metr o'shanga narx beriladi. Fundamentimiz to'liqligicha 5 metr bo'lib haqqiga o'tib ketmaydi. Mana shuni hisobini olib qo'yinglar va albatta yana bir marta aytaman, bu meni va meni ustalarimning haqqi biza hisoblaydigan narx bo'ladi. Qolganlarda qanaqa men uni bilmayman. Endi mana men sizlarga hozir aniqroq tushuntirish uchun bitta video davomida ko'rsatib o'taman. Mana shu videoni olish uchun ham men hali rigelni quydirganim yo'q. Bir kun ushlab turibman, sababi o'zimizga yarasha baribir nimalarimiz, rejalarimiz bor. Mana misol uchun kolon, mana bu 40 ga 40 quyilgan. Endi fundamentimizni kelyaptimi? Mana fundament men turgan joyda fundament bo'lish kerak. Endi mana tasavvur qiling. Mana shu yerdan mana shu yoqqacha bo'lgan masofa 270 tashkil qiladi. Mana shu 270 gacha, ya'ni kolonnadan kolonnagacha 270 kelyapti, ana o'sha fundament hisoblanadi. Bu 40 ga 40 padushkadan imoratimizni yuqori nuqtasi necha metr bo'ladigan bo'lsa, alohida metrga hisoblanadigan kolonna bo'ladi. Kolonna padushkadan chiqadi, fundamentga hisoblanmaydi. Mana shuni yaxshilab e'tibor beringlar. Keyin fundamentlarimiz bitta, kolonnalarimizni ko'tarib olganimizdan keyin mana oxirgi etapda rigel aylanadi. Rigel ham fundament emas. Rigel, yana bir marta aytaman, fundament emas. Shuni ham juda ko'pchiliklar menga savol berishyapti. Fundamentni ham bitta qilib qo'yib yorsa bo'ladi-ku. Yo'q, bitta qilib qo'ya olmaysizlar. Sababi podvolimizda 3 metr bo'ladigan bo'lsa, 260 fundament quyib olamiz. Ana undan keyin arma karkas tashab turib, to'liqligicha imoratimizda 40 sm, ya'ni 40 ga 40 rigel aylanadi. Uni ichida apalovkasi, uni ichida arma setkasi, uni ichida o'sha betoni, meni ustalarimning haqqi boshqacha. Biza alohida buni mana ko'rsa, yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsanglar, fundamentimiz uje tugadi. Ana ustida hozir 40 ga 40
rigel quyiladi. Uni narxi boshqacha. Ya'ni fundamentga qo'sha olmaysiz uni ham. Rigelimiz kubda hisoblanmaydi, pagonometrda yoki metrda hisoblanadi. Bu narx, bu hisob-kitob meni va faqat meni ustalarimga tegishli narx. Yana bir marta iltimos qilaman sizlardan, meni ustam mana bunaqa hisoblab beryapti, meni ustam mana bunaqa narx so'rayapti, meni qanaqa pul bering deb menga ko'p savollar bermanglar. Undan ko'ra qurilish mobaynida, qurilish jarayonida bo'ladigan holatlardan, muammolardan savol beringlar. Sizlar ustalar bilan kelishilgan narxga men aralashmayman hech qachon. Borib sizlarni ustingizdan u narsani nazorat ham qilmayman. Aytayotgan videolarim, chiqarayotgan hamma kontentlarimizni faqat meni va meni ustalarimga tegishli bo'lgan holatlarda chiqadi. Mana aytganimdek, fundament alohida, kolonnamiz alohida va regelimiz alohida narx bor, alohida quyiladi. O'sha aytganimdek hammasi alohida yo'nalish bilan ketadi. Mana shu narsani e'tiborga olishinglarni so'ragan bo'lardim. Kimda muhim savollar bo'ladigan bo'lsa, albatta u savollarga biz video orqali javob berishga harakat qilamiz. Yaxshi kunda yaxshi imoratlar qurish hammamizga nasib qilsin. Salomat bo'linglar.